Assalomu alaykum. Men Mirzayev Anvar Gafurovich, tibbiyot fanlari nomzodi, bolalar travmatolog ortopediman. Hozirda spinal mushak atrofiyasi bilan og'rigan bemorlarda ambu qopchasini uy sharoitida foydalanishda tushuntirib o'tamiz. Hammamizga ma'lumki, spinal mushak atrofiyasi bilan kasallangan bemorlar mushak gipotrofiyasiga uchraydi va nafas olish mushaklari zararlanishi hisobidan gipoksiya kuzatiladi. Shunda uy sharoitida ota-onalarda ambu qopchasidan foydalanishi zarur. Bu uchun birinchi navbatda bemorni yotqizamiz. Yotqizilganda nafas yo'llari tekshiriladi, og'iz ochilib, og'izni ochamiz. Hech narsa bo'lmasligi kerak. Bosh qismi orqa tomonga qo'yiladi. Bo'ynining tagiga valik qilinadi. Valik oddiy sochiqdan qilish mumkin yoki tayyor valik holatda bo'lishi mumkin. Demak, ko'p baland bo'lmagan bo'lishi kerak va bo'yinni tagida qo'yiladi. Bosh orqa tomonga joylashtiriladi va ambu qopchasi, demak, ambu qopchasini maskalari ikki xil bo'ladi. Bu katta bolalarga, bemorlarga moslashtirilgan va kichkina bemorlarga moslashtirilgan. Uni yoshiga qarab ambu qopchasi o'rnatiladi va burun va og'iz qismi yopilishi kerak. Bu holatlarda o'sha silikon qismi mahkam yopiladi va har 5 sekundda bir marta ambu qopchasi qisqartiriladi. Spinal mushak amiotrofiyasi bilan kasallangan bemorlarda kuniga 10 martagacha maslahat beriladi. Ambu qopchasini foydalanish 5-10 daqiqa davomida. Asosiy maqsad bu gipoksiyani oldini olish, mushaklar gipotrofiyasini oldini olish, nafas olish qobiliyatini yaxshilash va bemorning umumiy holatini yaxshilashga qaratilgan bo'ladi. Agarda bemor hushini yo'qotgan holatlarda o'sha tibbiyot mutaxassisi tomonidan nafas trubkasi og'izga joylashtiriladi, tilini orqaga ketib qolmasligini oldini olish uchun. Bundagi o'zgarishlar o'sha teridagi lablarda qizarishi, terida tirnoqlar ostining qizarishi va nafas ko'krak qafasini balandga tushib, yana pastga tushishi o'sha to'g'ri nafas berilayotganini belgisi hisoblanadi. Bilamizki, spinal mushak amiotrofiyasi bilan og'rigan bemorlarda surunkali nafas yetishmovchilik kuzatiladi. Ambu qopchasidan foydalanishimizdan maqsad bu nafas yo'llari kasalliklarini oldini olish va surunkali nafas yetishmovchiligini oldini olish va davolash hisoblanadi. Bu qopchadan bir kun davomida 10 martagacha foydalanish mumkin. Foydalanish davomiyligi 5-10 daqiqa. Asosiy maqsadimiz o'sha gipoksiyani oldini olish va nafas yo'llari kasalliklarini oldini olish va davolash hisoblanadi.